Assalomu alaykum azizlarim. Men Adaya. Bugun yana sizlar bilan. Bugungi mavzuyimiz aqlingizdagi inson siz to'g'ringizda qarorga keldimi, ya'ni qanaqa qarorga keldi? Hozir har biringizni misol aqlingizda bir inson bor-da, ya'ni hayollaringizda, yuragingizni o'g'irlagan. Siz uni eslamoqchi bo'lmasangiz ham, u o'z-o'zidan aqlingizga keladi, xayolingizga keladi. Bu shunchaki bir xotirlashanmasda, ya'ni bu energetik aloqa deyiladi. Ya'ni ikkita inson o'rtasidagi ong signali hisoblanadi. Inson bir qarorga kelayotganda, u albatta ichida bir sukut saqlashi mumkin, gapirmaydi, yozmaydi, lekin ruhiy darajada siz bilan bog'lanadi. Agar siz hozir bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bekorga emas, aqlingizdagi inson siz haqingizda bir ichki tanlovni berish bosqichida demak. Hozir ozgina ko'zlaringizni yumib yoki shunday bir niyat qiling, aqlimdagi insonning qarori qanaqa, menga ochilsin degan niyatda aqlingizdan o'tkazing. Hayolingizda o'sha aqlingizdagi insonni o'tkazasizda, men haqimdagi qaroringni bilishga tayyorman deb ismini hayolingizdan o'tkazib turing. Demak, men kartalarga savollarni beraman. Kartalar uni ongi bilan emas, ya'ni qalbidagi haqiqati bilan bizga chiqadi. Haqiqatini ochadi, ya'ni. Demak, u hozir ichida qaysi qarorini tashqariga chiqarish niyatida turibdi, ya'ni qolishmi, ketishmi, kutishmi yoki sizni oldingizga qaytish qarorini pishiryaptimi, ya'ni ichida. Birinchi savolimiz shu bo'ladi. Ikkinchi, qanaqa qaror berayotgan bo'lsa ham, bu qarori sevgi bilan berilyaptimi yoki qo'rquv bilan qabul qilinyaptimi? Ya'ni yo'qotishdan qo'rquvmi, mas'uliyatdan qo'rquvmi? U sizni yo'qotish ehtimolini qanchalik o'zida his qildi? Ya'ni haqiqiy siz haqingizda xavotirlandimi bu? Yo'qotib qo'yamanmi degan xavotiri bormi? To'rtinchi, uni sizga bo'lgan hissi hozir oshyaptimi yoki so'nyaptimi? Ya'ni yuragi sizga ochilyaptimi yoki уже yopilyaptimi yuragi? Beshinchi savolimiz. U qarorini qachon sizga amalda harakatlari bilan ko'rsatadi? Ya'ni xabar qiladimi, qo'ng'iroq qiladimi, uchrashadimi? Va oxirgi savol. Agar qaror qabul qilsa, bu sizni foydangizga bo'ladimi? Ya'ni ruhan sizni rivojlantirib yoki sizni to'yintirib yoki sizga dars bo'ladimi yoki haqiqiy bir kelishuv bo'ladimi orangizda? Juda ham chiroyli karta tushdi. Demak, birinchi karta, birinchi savolimiz. U hozir ichida qaysi qarorni pishiryapti desak, sizlarni tabriklayman, u qarorni pishirib bo'lgan. Ichida allaqachon pishirib bo'lgan. U passiv emas, ya'ni u vaziyatni boshqarishni xohlayapti. Psixologik jihatdan bu karta qanday qilsam foydali bo'ladi yoki qachon harakat qilsam hamma nazoratni o'zim qila olaman degan bir ichki bir strategiyada turibdi, ya'ni maslahatimiz, siz hozir unga hech qanaqa bosim bermang. Bu kartani yonida agar bosim beradigan bo'lsangiz, uni qarori sekinlashadi. Nima qaror qilgan bo'lsa ham qarori sekinlashadi siz bosim beradigan bo'lsangiz. Endi bu qarori, sud kartasi tushdi. Bu qarori sevgi bilan bo'lyaptimi yoki qo'rquv bilan qabul qilinyaptimi desak, sud, oxirat sudi kartasi tushdi. Bu yerda sevgi bor,
Lekin bu sevgi qo'rquv bilan to'qnash kelgan. U inson ichida uyg'onish jarayoni ketyapti, u inson ichida juda ham katta jarayon ketyapti. Qandaydir pushaymonligi ham bor, vijdon azobi ham qiynalyapti, oralaringizda nimadirlar bo'lgan bo'lsa. Qandaydir siz o'ylab siqilyapti hamda, agar hozir tanlamasam keyin kech bo'lib qolsachi degan qo'rquvi ham bor. Maslahatim sizga, siz uni o'sha uyg'onish jarayoni bo'lyapti-ku hozir, o'sha jarayonga xalaqit qilmang, hech qanaqa tezlashtirishga ham urinmang, aralashmay turing. Bu o'zi ichkaridan uyg'onyapti-da, sizni o'ylayapti, hozir pushaymon, sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapti. Vijdon azobi ham uyg'ongan, oralaringizda oldi-berdilar bo'lgan, o'shalarni berishga ham, adolatli bo'lishga ham harakat qilyapti. Tinchi yo'q, ya'ni pushaymonligi bor. Hozirgi pozitsiyada turib turing, ya'ni. Uchinchi, sizni yo'qotish ehtimolni qanchalik his qilyapti desak, ya'ni sud kartasi, mir kartasi tushdi, dunyo kartasi, ya'ni sizni yo'qotish hissini qanchalik his qilyapti. U sizni yo'qotish hissiyotini o'sha aniq his qilib bo'ldi. Bu karta yakuniy bosqichni bildiradi. Uning ichida shunday fikr borki, agar hozir harakat qilmasam, u butunlay boshqa hayotga o'tib ketadi, butunlay meni tashlab ketadi, meni butunlayga tark etadi degan qo'rquv, o'y-xayollar bilan turibdi. Siz tomonga harakat qilishni qattiq o'ylayapti, ya'ni o'sha yakuniy bosqichda bu. Demak, tez orada harakatga tushishini bildiradi. Maslahatimiz, o'zingizni unaqa ochiq ham tutmang bu insonga-da. Bir mustaqil, o'ziga ishongan, usiz ham o'zingizni chiroyli olib keta oladigan darajada ko'rsating, erkak bo'lsangiz ham, ayol bo'lsangiz ham. Shu payt o'sha u siz tomonga kuchli tortiladi, ya'ni. Hozir o'sha yopdi, u eski o'tmishda bo'lgan hamma narsani yopdi va aniq qaror berdiki, sizga yakuniy bosqich, yakuniy fikrni berdi. Harakat qilmasam yo'qotib qo'yaman degan fikr bilan siz tomonga o'sha harakatni boshlamoqchi. Uni sizga bo'lgan hissiyotlari hozir o'syaptimi yoki o'sha so'ndimi sizga bo'lgan hissiyoti desak, 7 ta tayoq kartasi tushdi. Hissiyoti so'nmagan, aksincha, ichidan juda ham kurashyapti bu inson. Ichki qarshiliklarni bildiradi. Lekin bilasizmi, o'sha insonning atrofida tashqi bosimlar ham bor, boshqa odamlarning fikrlari ham bor. O'zini ham oqlayapti bir tomondan, lekin ozgina sizni ham ayblab qo'yapti, o'zini ham oqlayapti. O'zini turgan pozitsiyasini himoya qilyapti. Lekin hissiyotlari sizga kamaygani yo'q, aksincha. Bu hissiyoti bilan sizni o'ylab, sizni sog'inib charchadi bu inson. Faqat o'zini oqlab, sizni oldingizga qanaqa bahona bilan qaytishni bilmayapti bu. Shunaqa pozitsiyada. Maslahatimiz, siz ham o'zingizni isbotlashga harakat qilavermang. Bu kurash maydoni emas-ku, ya'ni bu o'zi ichidan ham kurashib yotibdi bu inson. Bu inson ichidagi kurash tugasin, o'zi aloqaga chiqadi sizga. Ruhan ham, hissan ham u bilan kurashni to'xtating. O'zingizni isbotlashga urinmang, boricha vaziyatlarni qabul qiling, hozirgi pozitsiyada turing. Uni qarori qachon harakatga keladi? Ya'ni siz haqingizda bergan qarorlari qachon harakatlar bilan ko'rinadi desak, 7 ta tanga kartasi tushdi. Ozgina vaqt talab qilishini ko'rsatadi. O'lchayapti, juda ham ko'p o'ylayapti. Sizni kuzatyapti. Ichida sizga tortilyapti. Bu shoshilinch qaror berish emasda, uzoqroq o'ylab qaror berishni bildiradi. Lekin sukutda ham qolib ketmaydi, chiqadi bu. Siz ham ozgina sabr qilib turasiz, u harakat qiladi. Demak, ozgina ikkalangizga ham sabr. Bu ozroq kutib, puxta o'ylab, muqim harakat qilmoqchi. Oxirgi savolimiz. Agar hozir u qaror qabul qilsa va bu qaroridan sizni foydangizga hal bo'ladimi bu qarori desak, 4 ta tayoq kartasi tushdi. Bu karta quvonchni, chiroyli karta mana. Quvonch, yengillik, xursandchilik, to'y.
chiroyli davralarni bildiradi. Xullas, agar u ongli tanlov bilan kelsa oldingizga, bu munosabatda siz tinchlikka erishasiz. Ochiqlik bo'ladi orangizda. Ya'ni nikoh ham bo'lib ketishi mumkin, rasmiy munosabat o'rnatilishi mumkin, chiroyli kunlar boshlanishi mumkin. Maslahatimiz faqat ongli tanlovni qabul qiling. Yarim qaror bilan, ikkilanish bilan emas. Bu yarim qaror, ikkilanish bu karta energiyasiga zidda, ya'ni ongli o'zi to'liq barqaror tanlab kelgan paytida juda ham chiroyli hayot sizga taqdim qilar ekan. Menimcha shu bugungi azizlarim. Bitta narsa esingizda bo'lsin-da, siz hech kimni kutish uchun yaratilmagansiz. Ya'ni agar u tanlasa, bu tanlov ongli bo'lsin. Agar yo'q desak, sizni yo'lingiz boshqa darajaga chiqish vaqtiga keldi degani. Ya'ni unaqa xafa bo'lib tashlamang demoqchiman. Kutishda yurganlar uchun bu. Yana agar bu ochirim sizlarga yoqqan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham bir ko'nglingizni ko'targan bo'lsa, kommentda fikrlaringizni bildiring. Albatta menga obuna bo'lishni unutmang. Hammangizga rahmat.